Assalomu alaykum gruppadagilar. Hurmatli dehqon akalarimiz, qishloq ahli. Bizdagi mana Samarqand viloyati Tayloq tumanidan bir ukamizning o'ynoq traktorchasi bor. Qarang, juda zo'r yo'l qo'ygan ekan. Sabzi agatmi, makkaymi uylaringizga mana u ichini o'g'darib, akushga olib beradi. Mana o'zi traktorcha har xil razmeriga narsalar bor ekan bu ukamizda. Bitta video chaqib qo'ying kanalingizga dedi. O'zimizdagi chorva yo'nalish bo'yicha bunga hamma narsasi usloviyasi bor ekan. Mana ichini u qariqchanchini haydab, akushkalar olib tayyorlab berib ketgan. Telefon nomerini qo'yamiz. Samarqand viloyati Tayloq tumani bo'ylab yuradi. Uylaringizga borib, mayda hovlichalardan chiroyli qilib xizmat qilib keladi, xudo xolasa. Aziz, bitta telefon nomerini ayt Turkajon. 99lik 99lik 376 376 38 38 95 95. Yana qaytar. 99lik 99lik 376 376 38 38 95. 95. Qarang, shu sabzimizni ichini bir hamshiramiz sabzining ichini mana haydab chiroyli qilib akushkachilar o'yib beryapti. Mana olingan joylar qarang, qanday chiroyli chiqqan. Bog'zon taraflarga o'tib keladi. Mana o'zimiz Tayloq tarafdan. Tayloqda Shohkash degan qishlog'idan. Mana shu ukamiz borib keladi. Telefon qilsalar, to'g'rilsa borib chiroyli qilib keladi. Sog' bo'lingizlar.